Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Kecha va bugun sog' salomat yuribsizlarmi? Kecha va bugunga xush kelibsizlar. Ya video qo'yishlar ham esdan chiqib qolibdi-da. Yo'q, kecha qo'ymadingiz-da bugun. Bugun mana videoni qo'yishsiz. O'shaning uchun kecha qo'yish kerak edi. Bugun mana bemalol gapirgan bo'lardingiz. To'g'risi gapda. Gapiramiz bemalol. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofirlarda qiynalmay. Ha, salomat, sog' salomat. Assalomu alaykum. Omonachilar, tuyibsizlar, mazali yaxshimi? Tani joylar sog'mi? Salomat, sog' salomat. Hop, aybga buyurmaysizlar. Qora ochki taqib olganimga. Endi hattoki shuni ham yozadigan insonlar bor. Mana guvohi bo'lganmi? Ochkini yechib olib turib gapirmaysanmi? Yo'q. Bu zrenaniki, ya'ni dalli tokmasam bo'lmaydi mana rollarda. O'shani hisobiga buni toqaman. Keyin mana oqim ham bor. Nimagadir mana shu qorani toqsam, mana kunduzgi payt asosiy quyosh paytida sal bo'lsa-da himoya bo'ladi. Keyin sal bemalol yuraman. Shuning uchun hozir biz yo'limizda ketyapmiz, ya'ni Toshkent degan tomon ketyapmiz. TTZ degan tomonga, ha, TTZ neyroxirurgiyaga ketyapmiz. Neyroxirurgiya, ya'ni bosh miya operatsiya bo'lganman. Buni juda ham ko'pchilik insonlar biladi. Kecha va bugundagi obunachilar bilganlar bor va bilmaganlar bor. O'shaning hisobiga endi yilda bir shu tekshirib turishim kerak aslida. Bunga endi 2 yil bo'ldi, tekshirib tura olmadim. 1,5 yil bo'ldi desa ham bo'ladi, chunki adashmasam esingizda bo'lsa noyabrga tekshirtirganman. Noyabrlardamidi, ha? Ha, doktor o'zi Asqariyom. Doktor o'zi vodiyda, biz o'zimiz To'raqo'rg'ondan Javlonbek. Javlonbekka bir uchrab ketuvdik. Holat hozircha yaxshi. Lekin yaxshi deb uzoqlashib ketmang. Biz turishimiz kerak deb. To'g'ri. Turishganda shunga bir ko'rishib kelaylik deb ketyapmiz, natijalarimizni olib. Adenoma gipofezi degan o'simta bilan, ya'ni bosh miya o'simtasi bilan og'riganman. Buni juda ko'pchilik, men nima uchun aytaman bu narsani ommaga aytayotgan sababi, mendan ham so'rayotganlar borda, bosh miya operatsiya bo'lgansiz, sizga qanaqa holat bo'ldi, tuzalib ketdingizmi, holatingiz yaxshimi degan insonlar bor. Va aynan shu holatga tushadigan insonlar ham bo'ladi. Yordam so'rayotgan insonlarga aytadigan bo'lsam, shu TTZda operatsiya bo'lganmiz. Endi hozir biz Qo'qondan chiqib ketyapmiz, Patriga keldik. Hozir kameramni yo'q tomonda. Bu qatorda bilasizlar, to'g'rilab hozir ya'ni yurib ham qoldik, lekin mana u tomonda ham, bu tomonda ham karvon ko'p rizqi bo'ladigan singari butun nonvoylar bor. Butun Qattiq juda ko'p. Juda ham ko'p. Men asosiy bilasizlar qayerdan olaman? Sanjarbek. Ya'ni Sanjarbekda, Sanjar Patir. Sanjar Patir oldiga hozir kelyapman. Hozir sizlarga ham ko'rsataman. Nimaga deganda, bu yerda qanaqadir ta'mi boshqacha. Ko'p, lekin bularning ham boshqasini ham ta'mlari yaxshidir. Men tatib ko'rmaganman. Tatib ko'rganlarim bor, tatib ko'rmaganlarim bor. Yetib kelgan. Sanjarbek. Sanjar Patir. Oxiri edi, bular o'sha o'tdida qolib ketibdi endi. Ha. Sizlarga hozir qisqacha tarzda ko'rsatib o'tamiz. Chunki Sanjar Patirni u tomonda ham bor, bu tomonda ham bor. Video davomiyligida o'z ko'rasizlar. 10 minglikdan odam boradi bizga. Ha, bu ham Bo'l, 10 minglikdan bizga ham bering. Hop, to'rtta bir 8 ta bering aka. Tandirlarni qizishini qaraydi. Tandiri qizdirilyapti bu yerda. Nolda uchi sekin. Mana bu yerda oyoqqa taqilib ketdim. Yaqinlashib olmaydi. Issiqdan olyapsizmi? Sal sovigan bo'lsa olsangiz ham bo'ladi. Qarang. Orqaga taqilib. Voy. Dahshat nollar. Ha, shepim. Zo'r. Gap yo'q. Qani shepim? Shepim deyman. Voy Musaxon aka. Gap yo'q, siz rasmga olib qo'ydim. Yo'q, bilma, shunaqa. Qanaqa qilay? Ushlab turaymi?
Keling. Ha. Tandirlarning ortida juda ham ko'p mana akalarimiz o'zi nonlarni pishirishyapti. Zo'r. Tushdi. Qo'yavering. Obunachilarimiz ham rasmga qanday olayotganimni ko'rishyapti. Shu qo'ldan kelganicha mana shu kecha va bugun kanalni yurg'izyaptilar. Bilasizlar, men o'sha akam men bilan bo'lganligi uchun videolar ham chiqmayapti. Shuning uchun pashti bitta emas. Men sog'lom bo'lsam birgalashib videolar qilamiz. Sababi bu akam endi boshladi. Endi boshlaganligi uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ozgina opit kerak. Ozgina opit bo'lgandan keyin bu akam xudo xolasa o'zi, xudo xolasa o'zlari sekin nimalarni boshlaydi, videolar. Ya'ni o'zlari videolarni boshlab, o'zlari videolarni taqdim etadilar. To'xtab turing. Mana shu yerda ham bir rasmga olib qo'yamiz obunachilar. Qarab qo'yasiz akam. Tandirlarning orqasidagini qarang obunachilar. Gap yo'q. Xo'p. To'lov qilamiz. 20 ming. Ha? Bilmadim men, lekin o'sha yerda yeyman deb ishtaha saqlab qo'ydim. Yo'lda hali biz ujin qilamiz. Bu yerda ham davom ettiramiz videolarni. Ha? Biz aytaymi qayerda qilamiz? Hali Pervalda eng cho'qqisiga chiqqanda, shunday tushib ketayotgan paytda jiz bor, har xil taomlar ham bor, o'ng tomonda. Toshkent ketaverishdi. O'sha yerga kiramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Sizga ma'qulmi? Bo'ldi akam. Hop, hozir olamiz baribir. Ko'rsatayotgani. Hop. Tarvuzlar nech pul? Kilodan ha bu? Qayerniki? O'zi ham yangi. Hozir uzib kelinganmi deyman? Qovullarchi? Qovullarimiz 5000 so'mdan ekan. Hop, bizni o'zimizni Namangan shahrida hozir 1700, 1600, 1800 sotayotgan joylar ham bor. Bu yerda qovullar bor. Musa aka, bu qovunning nomi nima deydi? Obunavot. Haqiqiy o'zimizda obunavotmi? Obunavotlar ham pishib qopti-da o'zi. Aytyapti. Qo'qondagida pishdi, mana Popdagida pishdi. Popdagilar pishdi. Zo'r. Yo'q, zo'r buni ta'mi yemasa ham manochi. Ashi ham zo'r qovunda. Bu qovun nima qovun? Mits. Ha, mits deydimi? Yo'q, noto'g'ri tushunmaydi. Chatishgan qovun, gibrid. Misol, qanaqa u qovunga, qasdur qovunga chatishib qolgan gulida. Ha. Misol, ko'kchaga obunavot chatishib qolganmi, shunaqa chatishib qolgan mits deyiladi. Ha, mitis. Lekin buni yesangiz Yaxshimi? Вообще shirin. Ha, kesilgandan bormi bitta tatib ko'rsak? Yo'qmi? Uni kesilmagan. Amal, nasib. Xudo xolasa nima qilamiz? Biz so'yib yeb ketamizmi? So'yib yeymizmi yo ko'plik qiladimi bizga? Aqovosa bo'ladi bitta. Ovosa bo'ladimi? Qani menga ham bir berinchi bir tatib ko'raychi, rosa maqtadinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Qani obunachilar, kelinglar endi. Bir tatib ko'ramiz. Obunachilar. Ha, tog'am. Tog'am ham obunachilar deyaptilar. Вообще удар-ku bu. Ha, tam umuman uдар-ku. Obunavot. Qancha chiqdi? Yeggar. Ashi ham zo'r ekan. Ha, atayin u podpravka deyiladi-yu. Qayga olib qo'yilgan zo'rlari hammasini. Hali quritdi ham podpravka sotiladi-yu. Borasiz, obunachilar shu tomonga borib podpravka desangiz, quritdi ham udarni beriladi. Ular hazillashamiz. Hop, buni hozir olamiz. Nech pul dedilar? 45 mingga olamiz. Keyin hozir qaraymiz, bu quritdi ham bu tomondan hozir to'lovlarni qilaylik, keyin videoni davom ettiramiz. Shu muammo endi qovunli plastik olmadim. O'shani 250 olaman. Ba'zi 100 o'tiraman, 50 bera olasizmi? So'm kerak. Qovunni men olaman. Qovun to'g'risi. Tushundingizmi? Takilishni bering. 90 lira. Lekin muammo qurut ashi zo'r ekan.
Gap yo'q lekin. Rahmat, kelishdik. Hozir biz qurut olamiz va keyin klipdan pul o'tkazamiz. Sababi qovun bilan tormoz olgandik. Bu yerda juda ham chiroyli qovun tormoz olganmiz. U Mansurbek o'zida ko'rishingiz mumkin. Ularda klik yo'q ekan. Naq so'm berish kerak ekan. O'shani hisobiga opamiz rahmat anjorlar sog' bo'lsin. Yo'q qo'ydilar. Eshon to'pi deyiladimi buni endi? Eshon to'pi qurutlari 100 ming so'm ekan, 95 ming so'mdan berdilar. Bu yerda har xil turlari bor. Qurut yeb ko'rdim. Qurut yomon emas. Zo'r. Kelsanglar mana shu Sanjar patrida shu yo'lga kelib uchrashaylik. Sanjar patran shu yonda, keyin bu tomonga uchrashaylik. Qurutni yeb ko'rishim bilan o'z bildim ham. Bu haqiqiy suzman o'zida bo'lganda nargilarga endi aralashadi. Yog'li ham shirin. Yomon emas. O'shandan endi ikkiga bo'lib beradi. Kuzatib boringlar buni. Tasavvur shu muammo. Shunday muammoga duch kelamiz deb o'ylamagandik. Qanday muammo? Endi muammo. Ha, hozirgi plastikdagimi? Ha, mana plastik. Opamiz keldi. rahmat tanjolar sog' bo'lsin. Plastiklarimizni yechib nima qilib berdilar? Chunki bu yerda bankomat yo'q ekan. Bankomat yo'qmi opa bu yerda? Ana bankomat yo'q. Rahmat sizga. Boringizga shukr. 50 ming so'm naqd pul yechdik. Chunki ani qovunimizni olishimiz kerak. Endi qovunni uchun olmasak bo'lmaydi. Rahmat sizlarga, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsizlar. Boringlarga shukr. Endi bunaqa vaziyatlarga ham uchrab turamiz. Lekin aynan mana shu yerda mana ko'rib turgan yuqoridagi insonlar mana shu tomonlarga ham shu narsani o'rnatsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki asosiy yo'l bo'lib qolganda bu yerda krugular sutishni, ya'ni ertayu kech bu yerda baribir odam bo'ladi. Baribir odam kelib to'xtaydi, nimadirlar oladi. O'shaning uchun shu yerda bo'lish kerak. To'g'rimi aka? Albatta, bankomat bo'lish kerak. Yaxshi bo'ladi. Bunday bo'lsa, rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Boring endi qovunni olaylik. Ha, qovunni olaylik. Buni opamizga ham rahmat endi olib borib aytamiz. Muammo hal bo'ldi. Opamizga rahmat. Mana qurut oldik. Aytamayda qaytdik. Mayli beraman deb. Necha berish kerak edi? 30 mingmidi? Ya, qo'ymaymiz. Ya, rahmat. Yo, rozi bo'lib bering. Rozi bo'ldingizmi? Endi shuncha video qilib qovun torz olib ketmasak, uyatku. O'shaning uchun ozgina haligi muammoga uchraydi, lekin mana shu yerga bankomat o'rnatishmagani chatib olgan-a. Sizda ham plastik bo'lsa yaxshi bo'ladi. 21-asrda yashayapmiz. Sotuvchimanda egasi. Ha, sotuvchi. Ha, bo'ldi. Ketdik. Rahmat sizga. Bismillahirrohmanirrohim. Shepim mana bu nonlarni oldigan. Non, qurut, qovun, bullasi Hamma narsada muammolarimiz yechilsa ham bo'ladi. Hop, endi zaryad qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim aytamiz. Va mana shu qora ochkimizni topamiz. Remenni topamiz. Eng asosiysi, remen topmasak bo'lmaydi. Remenni topib, keyin yo'limizda davom etamiz. Inshaalloh shu bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarda chiroy videolar qilishga harakat qilamiz. Shu obunachilar. Lekin bugun havolarimiz yaxshi bo'ldi. Sal-sal kun bo'yi salqin bo'ldi. To'ta yomg'ir yog'ib turdi. Ha, aynan bizni Namangan shahrida shu holatlar kuzatildi. Xo'p, shepim biz ketmasdan oldin metan ham yuborishimiz kerak. Bo'ldi, quyamiz. Shu narsa esdan chiqmaslik kerak, chunki bizniki yetib bormaydi. Hatto benzinim ham kam. Quyib olmasam bo'lmaydi. Obunachilar, rahmat sizlarga. Kuzatishda davom etinglar. Margat qilyapti. Shekara o'tdi. Shunaqangi tez kelyapti, o'tayotgan qarang. Kuzatinglar obunachilar.